hurmatli yurtboshimizga biz o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizni mana e'tirof qilib. Biz qishloq xo'jaligi xodimlariga beriladigan imkoniyatlardan endi biz to'lig'icha foydalanib, shu muhtaram yurtboshimizni islohotlarini davom ettirib, bundan ham ziyoda bo'lib, bundan ham ko'proq natijalarga erishib, muhtaram yurtboshimizni o'zlari aytdilar, bu safar kelganingda qahramon unvonini beray senga dedilar. Shu qahramon bo'lib unvonlarni olish nasib qilsin. Bizni fermer xo'jaligimiz ko'p tarmoqli hisoblanadi. Bugun shunaqa imkoniyat yaratildiki, biz bog'dorchilik, chorvachilik, paxta g'allachilik bo'yicha ishlaymiz. Bizni hamma sohamizga subsidiya beriladigan bo'ldi. Hamma sohaga imkoniyatlar yaratib berildi. Endi bundan keyin ham biz shu qishloq xo'jaligida ishlamasak, endi keyin bir narsa deya olmayman. Shuning uchun biz muhtaram prezidentimizga minnatdorchilik bildirib, u kishining ishonchlarini oqlashimiz. O'zimni soham bo'yicha, hamma soham bo'yicha eng oxirgi tajribalarni yo'lga qo'yishni niyat qildim. Xudo xolasa mana 85 sentr paxtadan hosil olganlarga biz 100 sentr olib kelamiz. Xudo xolasa muhtaram prezidentimiz 100 sentr paxta olib kelamiz.